PLSQL database development sohasi esa spetsifik soha, muhandislari ko'p emas, talabi bor. Sichqonchani chapi bilanmi, o'ngmi bilan bosadimi, menyusi qayerda edi, yoki sozlamalarni qayerdan topsam bo'ladi degan narsa bo'lsa, u odam degani hali ochib ko'rmadi ham buni. Demak, siz vaqtingizni qadrlamayapti. Millionlab klientlarimizning milliardlab tranzaksiyalarini ustida ishlash uchun, to'g'ri yo'lga tushishi uchun va sizni pulingiz xavfsiz bizda saqlanishini ta'minlovchi protsedura logikalarni yozib chiqamiz. Team lead bo'lish bu hammadan ko'proq ishlash, hammadan ko'proq vazifalarni yopish. Men ham mana shunaqa o'yladim, juda katta xato qilgan ekanman. Assalomu alaykum. IT sohasidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Avvalgi videolarga havolani mana bu yerdan topishingiz mumkin. Bugungi IT mehmonimiz esa Uzumda Oracle PL/SQL Team Lead Sardorbek Xo'jayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling birinchi aynan Oracle PL/SQL nimaligiga to'xtalsak, uni sodda va oddiy tilda qanday tushuntirib berasiz? Bu juda qiyin, lekin harakat qilib ko'raman. Mana bankdan qilsak, sizni ma'lumotlaringiz bor, pulingiz, tranzaksiyalaringiz, kredit depozitlaringiz, ular qanaqa to'g'ri saqlanishi va to'g'ri hisoblanishini biz ta'minlab beramiz. Unda Team Lead nima vazifani qiladi? Team Lead esa shu dasturlash jamoasini to'g'ri ishlashi, yaxshi natijalarga, yaxshi sifatni ta'minlashini mana shularni ta'minlab turaman va jamoa to'g'ri rivojlanishi, u bilan birgalikda o'zim ham dasturlab, boshqa va hokazo ishlar qilib turamiz. PL/SQL tilini qayerlarda qo'llanadi, lekin biz sezmay qoladigan vaziyatlarimiz ham bo'ladimi? Misol uchun oddiy izlovchi uni farqlamasligi mumkin. Qayerda Oracle bazadan ishlatilgan bo'lsa, bu O'zbekistonda asosan banklar, sug'urta kompaniyalari, vendorlar va bir ikkita xususiy kompaniyalarda, IT kompaniyalarda ishlatiladi. Dunyodan qaraydigan bo'lsak, medtech sohasida va katta enterprise sohada ishlatiladi. Keling endi IT ga qanaqa qilib kirib kelganingiz haqida to'xtalsak. Sardorbek o'zi kim va IT sohasiga qanday qilib kirib kelgan? Sardorbek oddiy o'zbek yigiti, ilmga, tepa cho'qqiliga intilib yuradigan. Shunaqa deyishim mumkin. IT ga birinchi marta 16 yoshimda kirib kelganman. Unda men Westminster litseyda o'qirdim. Turli xil to'garak klublarga qatnashib yurardim va uning orasida dasturlash bo'yicha to'garak bor edi. Menga o'shanda otam dasturlashni ham sinab ko'r o'zingda, zo'r soha ekan, hozir rivojlanyapti, maslahat beraman dedilar. Shu maslahatlarni eshitib, sinab ko'rsam yoqishni boshladi. Shu bilan sport programmlashtirishdi, sport dasturlashdi. Misollar yechib, xuddi matematikani davomi bo'lib ketdi-da bu. Matematik misollarni yechasiz, mana sizda zadacha bor, решение bor, ответ bor. Mana shu narsa dasturlashda ham topdim, shundan maza qilishni boshladim. Keyin sekin universitetga kelib bu robototexnikaga aylanib ketdi va shu bilan vaqt o'tib mana hozir ko'rib turibsiz, shu Uzumda ma'lumotlar bazalari bilan ishlovchi mutaxassisman. Keling yillarga bo'lsak, misol uchun mana shu yilda oliygohga kirdim, birinchi qaysi loyihada ishlagansiz, birinchi qanaqa ishlar qilgansiz va ko'zga ko'rinadigan ishlaringizdan qaysilarini bizga misol qilib keltira olasiz? Xullas, Sardorning LinkedIn profili, to'g'rimi? Xo'p, 2000-yil tug'ilganman. Bo'ldi, keyin 18-yil universitetga kirganman. Turin Politexnik universitetida tahsil olganman, grant asosida. Shu bakalavrni tugatib, tugatishimdan oldin Akfa kompaniyasiga ishga kirdim. Bu nima deydi, internship sifatida boshlanib ketdi, lekin 2 yil o'sha yerda qoldim. Nima bo'ldi? Biz nima deydi, ishlab chiqarish zavodlarida avtomatlashtirish bilan shug'ullandik va turli xil tizimlar, misol uchun Akfa kompaniyasi, katta holding, o'nlab uni ishlab chiqarish korxonalari bor. O'shalarda qanaqa biz tizimlarni yaxshilashimiz mumkin, arzonlashtirishimiz mumkin va hokazo ustida ishladik. Undan keyin 21-yil menda nima deydi? Sakrash bo'ldimi yoki uzilish? Yo'q, sakrash emas.
mana universitetni o'sha payt bitirdim, akfidan ishdan ketdim va nima qilay bu yog'iga deb o'yladim. Ko'p loyihalar qilib ko'rdim, nima deydi, education center ochishga harakat qildik, startaplar qilib ko'rdik, orada yana logistikaga qiziqdim. O'sha payt bu soha juda qizib turgandi, olov bo'lib juda birpasda $500 oylikdan boshlab 2000-3000 ga chiqib ketayotganda bolalar qiziq edi va pul kerak edi o'sha payt. Sohani baravar olib ko'rdim. Logistikani ham, ITni ham. To'g'risi 9 dan 6 gacha IT ishni qilardim. Keyin 7 gacha borib, kech payt 12-1 gacha logistikani qilardim. Kichkina bir logistik American tracking kompaniyasini boshqarishda amaliyot qilib ko'rdim. Yomon emas ketayotganda, puli u payt 2 barobar yaxshi edi ITdan, lekin to'g'risi yuragim, "Yo, to'xta, bu senga to'g'ri kelmayapti" dedi. Yuragim shunga tortmadi, o'xshamadi. Sekin keyin uni tashladim. Qiyin bo'lsa ham, puli yoqayotgandi chunki. Tashladim. Keyin ITda davom ettirdim. U logistikada topgan pulimga yetgunimgacha ITda menga 1-1,5 yil kerak bo'ldi. Lekin bundan men endi baribir moliyaviy tomondan qiyin bo'ldi, lekin bildimki ITda kelajagi bor. Xudoga shukr, yaxshi darajaga yetyapman, shu orqali yaxshilik ko'ryapman. Xullas, shunaqa qilib Green White Solutions kompaniyasida men qoldim. U yerda biz biznesni avtomatlashtirish, ERP, CRM, HRM tizimlari bilan ishladik. Juda ham katta maktab bo'ldi menga. Hali ham ustozlarimni yonlariga borib turaman, ko'rib turaman. U yerda yaxshi tajriba orttirgandan keyin Uzum korxonasi juda qiziqtirishni boshladi. Nechinchi yil keldingiz bu yerga? Bu yerda 2023-yil. 2023-yil bu yerda. 2023-yil boshida bu Uzum ishlashiga sal kam 1 yil bo'layotgandi menimcha. Uzum deb reklamalari chiqqan, turli banklarni sotyapti, tizimlarni sotyapti. Ekotizimni to'g'ri rivojlantirish modeli bo'layotganda, yangi produktlar, bizni bozor ko'rmagan narsada bo'layotganda va bu meni juda ham qiziqtirdi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ammo lekin bu skeptitsizm bor edi boshida. Bu korxona qayerga ketyapti o'zi, maqsadi nima? Balkim bu hali pufakdir degan narsa bo'ldi. Tizimlashmagandir degan. 23-yilning boshida menga korxonani HR'lar aloqaga chiqishdi. Skeptitsizm bilan keldim baribir. Kelsam, tanishtirishganidan keyin bu yerga rivojlanishga imkoniyatlar, jamoani darajasi, qilinayotgan rejalar, ishlar, natijalar shu bilan lol qoldirdi. To'g'risi, intervyuga mamnaqa pozitsiyada kelgan bo'lsam, yoniq ko'zlar bilan chiqib ketdim. Ular aytishdi, "Nech pul xohlaysiz o'zi bizdan pul topish?" Shunaqa o'zimda 3-4 kun to'g'risi yurdim, haligi xohlagan pulimni aytishga. Hali o'ylab, siqilib, nima aytaykin, qanaqa zo'r, kelajagimga ta'sir, hozir buni qilsam, bunaqa kredit yopa olayman, bunaqa narsa sotib olayman deb. Xullas 3-4 kundan keyin shu qiynalib o'zimdan qanaqadir bir summani chiqib aytsam, hop deyishdi, yo'q bo'lib ketishdi. Bo'ldi, yo'q, men esa уже bu mana shu nuqtada tugadi bo'ldi. Shu nuqtada bo'ldi, men hayotim bo'ldi, mana shu yerdan o'zgaradi deb o'yladim. Jim bo'lishdi. Stressni ushadim, normalniy stressni ushadim. 2-3-4 oy men tayyor edim o'zimga o'tib ketishga. 2-3-4 oy lekin hech nima bo'lmadi. Men turli xil kompaniyalarga ham topshirishni o'yladim, o'zimdan ozgina umidimni uzayotgandim. O'zimga qayta topshirib yozib ko'rdim, jimjit bo'ldi. Keyin birdaniga aloqaga chiqishdi. Offerni ham birdaniga berishdi. Suhbat juda ham yengil ketdi. Offerni berishdi, 2 haftadan keyin cho'ta ishlayotgandim o'sha. Bu mana xronologiyada fevralda aloqaga chiqishdi. May atroflarida ishlashni boshladim. Что там, разработчики? Как дела? Вова стесняется. Они сейчас тут 10 минут, где-то 15 минут побудем. Ish kuningiz qanaqa boshlanishi haqida gapirib bersangiz.
ish kunim birinchi o'rinda kelgandan keyin odatiy holda kofe ichishdan boshlanadi. Kelib narsalarni qo'yib olganimdan keyin ko'proq energiya olish uchun kofe ichaman. Bundan keyin sekin-sekin ishga kirishni boshlayman. Birinchi o'rinda jamoamiz nimalar bilan shug'ullanayotganini tekshirib chiqaman. Har bir jamoa a'zosi nima ish qilyapti, uni natijalari qachon tayyor bo'ladi va hokazo. Bundan tashqari bo'ladiki, ichimlikni diqqatni talab qiladigan har xil ishlar. Misol uchun bizda protsesslar shunaqa yaxshi qo'yilganki, analitika, dasturlash, testlash hammasi o'z ishini yaxshi biladi. Analitika esa bizga dasturlovchilarga anaqa berib turadi. Design review degan narsa bor. Design review degani bu analitiklar qaysidir darajaga olib borgandan keyin ekspertlarni konsultatsiyasi kerak, ekspertlarni tekshiruvi kerak. Bu ekspertlar biza. Shularni ham ko'rib chiqishni boshlayman va bir xillarda bizda baribir hali ham chatlarda ko'p ishlanadi. Chatlarni tekshirib chiqaman. Bundan keyin sekin-sekin уже ko'proq diqqat talab qiladigan, misol uchun dasturlash ishlariga o'tishni boshlayman va hokazo. Ish stolingizda nimalar borligini Hop, endi ish stolimni tartibi bilan maqtana olmayman. Endi bu yerda har xil mayda-chuydalar. Bloknotim ham turadi, bloknotim yo'q. Bu yerga telefonim turadigan anaqam, holderim. Bu Germaniyadan anaqa olib kelganman. Krushkani tagiga qo'yadigan nima deydi, shunaqa narsam. Endi ko'zlarni himoya qilish uchun alohida ochigim bor. Doimo taqishga harakat qilaman. Bo'lmasam 8 soat kompyuterda o'tirganingizdan keyin, men bizlarning g'alati odatimiz bor. Kompyuterchilarni uyga borib ham o'tirishni yaxshi ko'ramiz. 3-4 soat. Charchaydi ko'z. Shuning uchun ancha bilik ochki taqaman. Endi bu yog'i nima yana bu Batmanni juda yoqtiraman. Shunga Batmanga sovg'a qilishgan 3D printerdan. Kitob juda ham ma'noli. Bu Jason Statham sitatalari. Bilsangiz, shunaqa mem yo'nalishi bor. Men bilan yaxshi ko'raman, hamkasblarim tug'ilgan kunimga sovg'a qilishgan. Zerikkanda orada olib o'qib turaman. Xohlasanglar o'qib beraman bitta nimadir. Tak. Ruschada bu yog'i. Xo'p. Bu yerda bitta son aytamiz biz. Son aytishingiz mumkin. 65. 65. Xo'p, 65. Секрет успеха прост. Но это секрет. Auf. Xo'p, qolgani endi nima? Naushnik, monitorlar unaqa alohida bir narsalarimiz yo'q. Yana qanaqa kitoblarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Kitoblardan va nomi esimdan chiqib qoldi. Endi klassikadan aytadigan bo'lsa, effektiv odamlarning 7 odati degan bor. Keyin Stephen Covey'ni Speed of Trust degan anaqasi bor. Bu ishonchni tezligi. Yana nimani maslahat berardim? Mama yetimlik degan kitobni menga sovg'a qilishgan. Anchadan beri o'qimoqchiman buni. Shuni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Endi bu именно shu o'zini vaqtini yaxshi boshqarish va hokazo tomonidan. Davom etib ko'rsatib ketsa ofisi, men qolgan savollarimni berib ketiraman. Team lead bo'lganingizdan keyin qanaqa nimalar o'zgardi? Mas'uliyat kuchaydimi yoki vazifalaringiz jihatdan kengaydimi? To'g'risi, hayot, ish ham boshqa tomondan ham team lead bo'lgandan keyin ancha-muncha o'zgardi. Birinchi o'rinda endi mas'uliyatga oldindan ustozlarim o'rgatib kelishgan, lekin bu yerda bu yanada kengaydi. Yana nima deyishim mumkin? Bungacha o'zim shaxsiy tomondan o'ylaganman. Misol uchun, men qanaqa rivojlanishim kerak, keyingi qadamim nima va endi team lead bo'lganimda mana shunaqa o'ylashda davom etdim. 1-2 haftadan keyin ustozim Aleksey aytdilarki, "Sen bu tomondan o'ylama, jamoa tomonidan o'yla." Keyin boshqacha yondashishni boshlagandan keyin, mana shu 4-5 kishi meni mas'uliyatim tegida. Ular qanaqa rivojlanishi, ular nima natijaga yetishi ham mening mas'uliyatim. Va men bunga javob berib, buni strategiyasini o'ylab chiqishim kerak. Yana nima o'zgardi? Bu delegирование qilishni o'rgandim. Siz o'zingiz vazifalaringiz hammasini boshida team lead bo'lganda odat o'zingizga olasiz. Odamlar o'ylaydi, boshqaruvchi bo'lish, team lead bo'lish bu hammadan ko'proq ishlash, hammadan ko'proq
vazifalarni yopish. Men ham mana shunaqa o'yladim. Juda katta xato qilgan ekanman. Siqilib, qiynalishni boshladim. Keyin sekin-sekin jamoadoshlarimga shu vazifalarni berishni o'rgandim. Va berganda ham boshida ichingizda o'zingizni ayblashni boshlaysiz. Qanaqadir impostor sindrom deydi buni. Shu impostor sindromdan yengib chiqish bo'ldi. Shu bilan sekin-sekin umumiy professional tomondan ham, shaxsiy tomondan ham o'zgarasiz. O'zingizda eng yaqqol sezgan o'zgarish qanaqa bo'ldi? Misol uchun, men mana shu narsani sezdim o'zimda team lead bo'lgandan keyin degan bitta fikr bo'ldimi? Bu o'zim korxonasida team lead bo'lguncha turli xil jamoalarni boshqarib ko'rganman, lekin bu mendan yoshroq, tajribasizroq odamlar bo'lgan. Unda siz o'zingizga ishonchingiz avtomatik tarzda baland bo'ladi. Siz o'ylaysiz, men baribir bulardan kuchliroqman, baribir bilimim ko'proq, nima kamchiligim bor deysiz. Lekin meni holatimdagi, men misol uchun jamoamda eng yoshiman. Jamoadoshlarim mendan 4, 5, 10, 15 yosh ham katta. Shunaqa holatda siz o'ylaysiz, nimaga men bularni boshqara olaman? Nimaga men bularga vazifa berishim mumkin? Va sekin-sekin bunaqa savollarga men o'zim uchun javob topishni boshladim. Men tushunib yetdimki, texnik tomondan bilimlarim va ko'nikmalarim yetarli darajada. Bitta darajadamiz. Ikkinchidan, menda liderlik qobiliyatlari bor. Ularni men qobiliyat degan tug'ma deb hisoblamayman, rivojlanilgan va shular rivojlanib ketaveradi. Xodimlar bilan muloqot qilishda qanaqadir qiyinchiliklar yoki muammolarga duch kelgan holatlaringiz bo'ldimi? Albatta. Misol uchun? Endi bu asosan boshlanishida ko'p bo'ladi. Keyin siz o'zingizga ishonchingiz ortgan sari bularni yengillik bilan hal qilib ketaverasiz. Boshlanishida esa siz katta fokus qilasiz. Hozir juda muhim muammo bo'lyapti. Buni hal qilmasam nima bo'ladi? Qo'rquv ko'p bo'ladi. Qo'rquv, ishonmaslik, o'ziga ishonmaslik. Buni yengib o'tganingizdan keyin keyingi holatda hali nima deydi, kichkinta nima deydi, novdaligidan aniqlashni bilasiz va u holatni oldini olasiz. Misol uchun nima holatlar bo'ldi? Menda real bo'lgani, mendan yoshi kattaroq bo'lgan xodim qabul qilmadi meni. Qanaqa yo'l tutdingiz? Nimaga bu odam men bilan boshqaryapti? Nimaga u va hokazo ko'p bo'ldi. Bunga qo'shimcha ikkita yondashuvni har xilligi bo'ldi. U odam ishga bir tomondan yondashadi, men boshqacha yondashaman. Misol uchun, u xodimimizga muhimroq edi birinchi o'rinda darajani, natijani yetkazish. Qanaqa bo'lmasin. Men esa protsesslarni qurmoqchi bo'lganim tufayli va bizning jamoamizda xuddi shunaqa jarayonlar ketayotgani uchun birinchi o'rinda protsess, qoidaga rioya qilish muhimligi va xodimlar bir-biri bilan o'zaro almashuvi yengil bo'lishiga. Misol uchun, men jamoamda nimaga harakat qilganman? Hamma interchangeable bo'lishi. Bitta xodim ketsa, ikkinchisi o'rnini bosa olishi. Misol uchun, men ta'tilga, damga ketsam yoki xudo asrasin kasal boshqacha bo'lib qolsam, mana shu jamoamda hozir gaplashgan hamkasblarim yengillik bilan o'rnimni bosa olishadi. Va men bundan qanaqadir ichimga qo'rquvim yo'q, boshqam yo'q. Teskarisiga ularga bu imkoniyat berganimdan xursandman. Ular ham rivojlanadi. Xullas, anu tarixga qaytadigan bo'lsak, u xodim bilan bizda shu bir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi men otam necha yillik boshqaruvchilar, yuzlab, minglab odamlarni boshqarganlar. Ular endi ishlab chiqarish sohasida ishlaganlar. Ulardan so'radim, nima qilsam bo'ladi? Doimo professionallikni saqla dedilar. Ish ber, ishni tekshir, ish ber, ishni tekshir. Endi keyin bu narsa bir necha martadan keyin o'xshamadi. Bizda shaxsiy tomondan to'g'ri kelmaganimiz aniqlanganidan keyin nima qilsam bo'ladi desam, endi muammoni chiqasiz. Alohida birma-bir gaplashinglar, yana sizlarning ustingizda turgan boshliqni ham chaqiringlar, o'shanda u xodim ham bo'ldi, xo'p chaqiraylik dedi. Sekin-sekin bu muammo yechildi. Birinchi ishga kelgan kuningizda sizda qanaqa taassurot paydo bo'lgan? Nimadan ko'p qo'rqansiz? Uzungami? Team lead bo'lib birinchi kelgan kuningiz. To'g'risi, men bu ishxonaga team lead bo'lib kelmaganman. Niyatim bo'lgan, lekin umumiy spetsialist bo'lib keldim.
birinchi bo'lib kelganman jamoaga. Keling, timlitni Timlitmi? Hop. Juda ham katta hayajon. Juda ham katta hayajon bo'ldi, to'g'risi. Ichimda buni tagiga yetishimga ishonch bo'ldi. Men o'ylamadim hozir hammasi tugaydi, o'xshamaydi degan narsa bo'lmadi, lekin qiyinchilikni sezdim. Katta hayajon bo'ldi. O'zingizni qanaqa ushlab turdingiz bitta qolipda, hayajonlanayotganingizni atrofingizdagilarga sezdirmaslik uchun? Bu Bo'ladi-ku, misol uchun men hayajonlansam, kadrda bittada seziladi. Sizda qanaqa bo'ldi? Mana mendan sezilyapti, sekin ozginimda anaqa telyapman. Xuddi shu men bo'ladi, bilsangiz, ali bundoq qilib his qilib turgan odam bundoq tel chiqishni boshlaydi. Mana shunaqa holat. Endi emotsional tomondan siz ko'nikishingiz kerak bunga va bu vaqt oladi. Ko'nikkuncha mana shunaqa holat ko'paydi. Siqilib qolardim, tik turardim, lekin eng muhim professionallikni saqlash, emotsiyalarga berilmaslik, his-tuyg'ularga jiddiylikni saqlash kerak bo'lardi. Shu bilan nima deydi, tishimga qo'yib, harakat qilib, mehnat qilib, ustida ishlab harakat qildim. Menga yordam berdi, eng anaqasi xodimlarga xuddi men hamma narsani bilaman, sizlar bilmaysizlar degan tarzda emas. Aytinglar, nima qilamiz? Nima taklifinglar bor? Kelib birga shu narsani quramiz, birga rivojlanamiz deb yondash. Ikki o'rtada kelishuv bo'lgan. Shunda siz ularni eshitgansiz, ular siz. Xuddi shunaqa. Bu yerga dasturchi bo'lib kelgansiz va timlitlikka ko'tarilganmiz, shu haqida gapirib bersangiz. Xuddi shunaqa. Keladigan bo'lsam, aytishdi, u payt vakansiya muzlatilib qo'yilgandi, bizning prioritetimiz sal o'zgargandi, deyishdi. Ishlashni boshladim. To'g'risi, birinchi kelganimda zo'r kadrlar atrofimda, lekin jamoada men birinchi edim. Hech qanday tizim yo'q edi, ma'lumotlar, dokumentatsiya hali yo'q edi. Hattoki jamoamni ham to'g'ri bilmadim. Meni boshlig'imni ham juda ham kam ko'rayotganim, juda band edilar. Lekin bitta narsani aytdilar. Bizning tizimimizda optimizatsiya bilan katta muammo bor. Shuni hal qilish kerak. Xuddi aytganimdek, nima deydi, qiyin, noaniq masala. Buni bilan ko'p shug'ullanmaganman oldin, lekin buni ustida ishlashni boshladim. Bugun qanaqa o'zgardi bu jarayon sizda? Bugun? Aha. Hozir oradan vaqt o'tdi, shuncha yil bo'ldi. Nimalar o'zgarganini his qildingiz va sezdingiz? Hozir misol uchun bu jamoaga hozir kelganimda kirib ketishim bundan-da tezroq bo'lardi. Hozir meni jamoamga odam keladigan bo'lsa, biz jamoa bilan shunaqangi tuzib chiqqanmizki, yangi kelgani uchun bizda dokumentatsiyalar bor. Xo'p, sen yangi kelding, nima texnologiyani ishlatamiz? Mana buni. Nima editorni ishlatamiz? Mana buni. Bizni misol uchun chorshanba kuni bunaqa majlisimiz bor, juma kuni bunaqa majlisimiz. Hamma narsamiz tizimli yozib chiqilgan. Kirib ketish ishga juda ham oson. Misol uchun 2-3 haftada onboarding bo'lib, ishni srazu boshlab ketish mumkin. Biz kodni shunaqa yozamiz. Kodni bu kim bu kodni yozgan bilinmasligi uchun. Kodimiz universal. Har bir xodim standart bo'yicha yozgani tufayli, buni Islom yozibdi, buni Anton yozibdi, buni Dmitriy yozibdi deya olmaysiz. Hamma bir xil standartda yozgani uchun hammaga qulay, hamma bir-birini tushunadi. Bir tilda gaplashamiz. Xullas, hozir jarayonlarimiz yaxshi darajaga yetkazilgan, tizimlashgan. Hattoki timlit sifatida men chetga o'tib tursam ham tizim ishlayveradi. Va bu timlit uchun men o'ylayman juda yaxshi yutuq. Jamoa bilan qanaqa ishlashingiz o'zimda, xodimlar bilan muloqotinglar, shu haqida to'xtalib olsak. O'zimga kelgunimgacha men misol uchun dasturlashda 20 yil tajribasi bor odamni faqat 4-5 marta ko'rganman. O'zimga kelib, unaqa odamlardan o'nlab, yuzlab ko'rishni boshladim. Chunki kelganimda mazza qilganim juda ham ko'p tajribali mutaxassislar bu yerda va bu nafaqat professional o'sishga olib keladi, bu shaxsiy o'sishga ham olib keladi. Siz turli xil kulturalar bilan tanishasiz, turli millatlar bilan. Bu hamma o'zidan olib keladi. Misol uchun ishxonamizda biz yaxshi ko'ramiz so'lgan kunlarni nishonlash. Sovg'a qilamiz, har kim misol uchun shirinlik, to'rt olib keladi yoki o'zini millatini shirinligini. Bir kuni koreys hamkasbimiz pegodi olib kelishi mumkin. Bir kun kimdir rus pirojoklarni olib keladi. Endi o'zbeklarda somsa, osh, boshqa kimdir Kavkazdan bo'lib shashliklar olib keladi. Xullas, bu tomonlardan qiziq. Va nimasi qiziq? Bizning korxonada
shaxsiy hayot va ishni to'g'ri balansda ushlashni bilishadi ko'p xodimlar yaxshi va ishdan tashqari bizni ko'p qiziq aktivnostlar qilib yuramiz. Misol uchun tog'larga chiqish, vellarda uchish, birgalashib konsertlarga borish. Endi men bu yerda ishxona va oila bu bitta narsa demoqchi emasman, lekin ko'p hamkasblar bilan bizda ishdan tashqari ham muloqot, aloqalarimiz bor. Chunki umumiy olganda yaxshi insonlar, qiziq do'stlar mazza qilib yuramiz ishdan tashqari ham. Jamoamizning internatsionalligiga keladigan bo'lsak, bizda juda ham turli joylardan kelgan hamkasblarimiz ishlaydi. Bu ham bu yerda ishlashni qanaqadir maxsusligini, specialligini ta'minlab turadi. Chunki doimo har xil tajriba bo'ladi. Hammadan ko'p narsani o'rganasiz, kultura tomonidan farqlarni birlashtirib, mix qilib ishlashni o'rganasiz. Bizda endi asosiy baribir hamkasblarimiz O'zbekistondan, lekin ko'p sonlidan Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'iziston, Tojikistondan, Ukraina, Belarus va boshqa davlatlardan ham kelib ishlashadi. Sardor aka, siz uchun qanaqa team lead? Har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, yordam beradilar, maslahat beradilar. Bitta so'z bilan qanaqa ta'riflagan bo'lardingiz? Harakatchan. Мы в одно время, примерно у нас разница там не помню сколько, месяц, наверное, или полтора, так что мы примерно в одно время примерно пришли на проект. Это когда? Это 2,5 года назад уже получается. Какой он в целом руководитель? Только правда. Ну, сложно описать, но в целом, не знаю, никаких вопросов нет, достаточно организованные процессы у нас внутренние, выстроенные. Тоже достаточно хорошо, конфликтов внутри коллектива никаких нет, поддерживается дружеская обстановка, все вроде. Uzum siz uchun bu Ish beruvchi, qulay sharoitlarda ishlash imkoniyatini beradigan ish beruvchi. Это вопрос еще сложнее. Ну, в первую очередь, естественно, это как работодатель, который дает мне работу, комфортные условия труда и дает возможности для роста и саморазвития какие-то. Jamoam to'g'risida fikrim juda ham yaxshi. Men ularni juda ham qadrlayman, hurmat qilaman. Juda ham tajribali mutaxassislar. Ular bilan ishlaganimdan men maza qilaman. Bizning jamoamizning muvaffaqiyati har bir jamoamizning a'zosiga bog'liq. Bu bo'sh so'z emas, bu rostdan. Hammani o'zini ulushi bor bunda. Biz yaxshi tizimga yetib kelganimizga, hamma komfort bilan ishlashida va sifatli natijalar olib kelishimizda korxonaga. ularga oxirgi savol sifatida bergandek, uzum haqida. Siz uzumga kelganingiz sizni qanaqa o'zgartirgani, uzumni bitta so'z bilan ta'riflab bera olasizmi? Uzum bu har bir o'zbekistonlikni hayotini yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'layotgan ahil jamoa. TL SQL Team Leader qanaqa vazifalar bilan shug'ullanadi, aniqlashtirib gapirib bersangiz. Xo'p, o'zi PLSQL va Oracle bilan men ishlayman. Bu ma'lumotli bazalar bilan ishlash. Mana sizga oylik tushadi yoki deylik kartadan kartadagi pul o'tkazasiz, kredit olasiz, depozit va hokazo. Turli xil bank xizmatlari, deyarli barcha bank xizmatlari bizda bu texnologiya orqali, ma'lumotli bazasi orqali o'tadi. Biz shu millionlab klientlarimizning milliardlab tranzaksiyalarini ustida ishlash uchun, to'g'ri o'la tushishi uchun va sizni pulingiz xavfsiz bizda saqlanishini ta'minlovchi protsedura logikalarni yozib chiqamiz. Kimlar bilan birga ishlashingizga to'g'ri keladi? Misol uchun, product managerlar bilanmi yoki front-end dasturchilari bilanmi? Bizning korxonamizning texnik tuzilmasida jamoalar etaj-metaj deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bizning jamoa bu Core Banking System jamoasi. Ular eng tagida turadi. Ustida Enterprise Service Bus va uning ustida turli xil ilovalar. Misol uchun mobil ilova, web ilova va hokazo tizimlar. Biz asosan shu Enterprise Service Bus jamoasi bilan ishlaymiz. Men shaxsan ishimda analitiklar bilan, testerlar bilan, bir xillarida bank tomonidagi foydalanuvchilar bilan va hokazo. Kim bilan ishlash qiyinroq?
qachon ishimiz va muloqotimiz qiyin bo'ladi, suhbatdosh bilan mani kontekstim har xil bo'lganda. Deylik, texnik va notexnik odam bir-biri bilan gaplashganda bir-birini tushunishi qiyin. Menda ham xuddi shunaqa holat. Misol uchun, qanaqadir bank xodimi faqatgina o'zini bank tomonidan tushunishi mumkin, har kungi bosadigan knopkalari, mishkalari. Men esa buni chuqur texnik tomondan tushunaman va bir-birimizni tushunib yetishimizga bir xillarda qo'shimcha odam kerak. Ikkala tomonni ham yaxshi biladigan. Menga yordam beradi, u tomondan ham, bu tomondan ham, klient tomonidan ham va bu tomondan ham ko'p bo'lganim uchun muloqot qilish. Lekin oddiy hollarda analitiklar va proyekt menejerlar bunda yordam beradi. Ishingizni qiyin yoki sizga zavq beradigan tomonlari haqida gaplashsak, qaysi jihati sizga juda ham yoqadi yoki qaysi jihati juda ham qiyin taassurot uyg'otadi sizda? Shu eng qiyin va maza qiladigan joyim bu noaniqlik bilan ishlash. Bu umuman nimaga men ITga va muhandislikka qiziqishim sababi doimo siz noaniqlik bilan har kuni yangi ma'lumot, yangi konsept, yangi qiyinchilik bilan yuzlashasiz. Men misol uchun logistika sohasida ishlab ko'rganman, o'zimni sinab, u yerda zerikib qolganman. Har kuni siz bilmayman, Kaliforniyadan Nyu-Yorkka, Nyu-Yorkdan Kaliforniyaga, Nyu-Yorkdan Kaliforniyaga va hokazo bitta narsani qaytaraverasiz. Bu yerda esa har kuni qiyin muammo, har kuni misol uchun birovni yozgan kodi bilan ishlaysiz, legacy bilan tushunarsiz bo'ladi. Yuragingiz siqiladi. Bir xillarda so'kib o'rgisi keladi, baqirib o'rgisi keladi, ochiq havoga chiqib muzika eshitib o'zingizga kelib olasiz. Lekin o'sha javobga yetganingizda shunaqa mazza qilib olasiz, yaxshi qiyin ekan shu sohani tanlab deysiz. Faoliyatingiz davomida qanaqadir vaziyatlar bo'lganmi? Misol uchun texnika ishdan chiqish holatlari yoki sizga qanaqadir muammoli vaziyatlar tug'dirgan holatlar? Endi umumiy aytganda biz juda ham stabil ishlaymiz, zo'r, hech nima buzilmaydi deyishim mumkin. Lekin har bir narsa buziladi. Har bir narsada muammo bo'ladi. Misol uchun qiziq holatlardan bizda mana asosan banklarda texnik tomondan yangi yil oldi va yangi yil keyin yengil o'tadi. Chunki yangi narsalar qilishga harakat qilinmaydi, yil yopiladi va hokazo. O'tgan yili 23-yilni 4-yanvari yo 3-yanvaridan shu mayda-chuyda narsalarni o'qib, o'zim ustida ishlab o'tirganim ishda ketdim. Bir 10-11larda boshlig'im o'sha payt telefon qilyaptilar menga. Aytayaptilar, biz уже nechta muhandis, nechta spetsialistni bunga chaqirdik. Hech kimda o'xshamayapti. Уже bugun biz juda ham ko'p klientlarimizga xizmat ko'rsata olmadik bankni o'zida. Agarda sen hozir buni qilib bermasang, ertaga umuman hech kimga xizmat ko'rsata olmaymiz deydi. Muammo nimada edi? Bu yil yopilishi bo'ladi bank sohasida. Buxgalteriya tomonidan hamma hisob-kitoblar, qarzdorliklar joyiga tushirilib, yil yopiladi. Bizni ABSimizda yil yopilmay qolgan. 3-4-chislo уже yangi yildan hali biz undan bir yil oldingi yilda o'tiribmiz, o'ta olmaymiz. Bu degani biz yangi operatsiyalar qila olmaymiz. Shu 11larda qo'shildim. To'g'risi umuman meni u narsada tajribam yo'q. Hali bu modul bilan, bu tomoni bilan ishlamaganman. Men bilmagan tizim. O'sha tizimni yaratgan vendor bilan gaplashsam, bu muammoni men o'zim ham tushunmayman. Nima qilishni bilmayman deyaptilar. Kallimda qotyapti o'sha payt. Tasavvur qiling, o'sha soat где-то 12:01 bo'ldi. Korxonani eng katta to'plari, men ungacha ularni umuman ko'rmaganman. Ular uydan o'tiribdi, jimjitlik. Bir 20-30 ta kishi o'tiribdi, hammasi menga qarab turibdi. Bankdagi nomer 2, nomer 3, nomer 4, nomer 5 odamlar. O'sha kutib o'tiribdi, nima qilamiz deb. Shunda o'tiribman. Yoni qaradim, bu yoni qaradim, to'g'risi yomon siqilish bo'ldi. Juda ham qiyin bo'ldi. Bundoq qarasam, juda oddiy detalni o'zgartirib ko'raylikchi dedim. Taklif sifatida. O'shani qiladigan spetsialistlarimiz bitta qilib ko'rishsa, o'xshashni boshladi, sekin jarayon yurib ketdi. Shu bilan biz katta muammoni oldini olishga erishdik. Bir xillarda shunaqa payt
super qahramonlarni esimga tushadi. U super qahramonlar mana Tenet kinosini ko'rgan bo'lsangiz aytadi. Biz dunyoni bo'lishi mumkin bo'lgan narsadan saqlab qoldik. Bo'lishi mumkin bo'lgan kasofatdan saqlab qoldik. Shunaqa holatda shunaqa deb o'zim xursand qilaman. Katta muammo bo'lishi mumkin edi, bizga xizmat ko'rsatmasligimiz mumkin edi, lekin hammasi zo'r bo'ldi va xizmatni ertasi kuni ko'rsata oldik. Hamma xursand bo'ldi, rahmat deyishdi va hokazo. Team leadlar o'rtacha qancha maosh olishadi? Yaxshi maosh olishadi. Xudoga shukr. Shu nima deyishim mumkin? Yaxshi maosh olishadi. Endi sizga aytadigan bo'lsam, team leadlarda ko'pincha korxonalarda individual, lekin meni tajribamda team lead pozitsiyasida qo'shimcha mas'uliyatlar bo'lgani uchun va u maxsus yondashuv qilishi uchun ularga ko'proq pul to'lashga tayyor bo'ladi korxonalar. Uzumga ishga kirmoqchi bo'lgan yoshlar bo'lishi mumkin, bu yerda ishlamoqchi bo'lgan dasturchi yoshlar bo'lishi mumkin. Ularga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz yoki fikrlar bildirgan bo'lardingiz? Uzumga kirmoqchi bo'lganlardan mana nima maslahat berishim mumkin? O'zini ustida ishlash kerak odam doimo. O'zini ustida ishlash kerak, o'zini skilllarini, tajribasini, loyihalarini ko'paytirib yurish kerak. Harakat qiling, har xil vakansiyalarga topshiring, davom ettiring. Aynan bitta shu men bu jamoaga yoki bu yerga qo'shilaman demang, o'zingiz ustingizda zo'r ishlang. Shunaqangi spetsialist bo'lingki, ha bu spetsialistni biz xohlaymiz desin. Bu uzun bo'lsin, boshqa korxona bo'lsin, hamma sizni xohlab tursin. Uning uchun siz pet proyektlar qilishingiz kerak, doimo o'zingiz ustingizda ishlab turishingiz kerak va savol so'rashdan qo'rqmang. Ruschada aytadi, nельзя тому, кто спрашивает. So'ragan odamga faqat mumkin emas. O'zingizga o'shaning uchun ko'proq ishoning, harakat qiling. Hozirda bozor juda ham competition baland, shuning uchun eng ko'p harakat qilgan har tomonlama rivojlanganlar yutib ketadi. Albatta soft skill ga e'tibor berish kerak. Team lead bo'lish uchun qanaqa bilim, ko'nikmalar kerak bo'ladi? Soft skill. Juda ham birinchi o'rinda soft skill, bu har bir odamga alohida individual yondashuvni tushunish kerak, odamlarni yaxshi tushunish kerak va uchinchisi albatta bu texnik bilim, bundan tashqari o'zi vaqti kelib qoladi, odam sezadi. Ishlari, misol uchun siz ishlaringizni zo'r eplay olyapsizmi, yaxshi natijalarga erisha olyapsizmi va bu ishlaringiz boshqalarga ham bo'lisha olasizmi, sekin-sekin o'syapsiz degani team leadlik qila olasiz. Endi bu loyihadan loyihaga praktika bilan keladi. Bundan tashqari soft skilllarni rivojlantirish kerak. Misol uchun konfliktlarni hal qilish, strategik o'ylash, time management, yana nima deyishim mumkin? Men shularni o'zi yetadi boshlanishi. Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash masalasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, nima deya olasiz bu haqida? Ma'lumotlar bilan ishlash mazza. Men PLSQL Oracle'ga kelganimda shundan mazza qilganman. Aynan yana bankka kelganimda ma'lumotlarning maktabi yanada kengayib ketdi menda. Bungacha 20 mingta klient, millionlab tranzaksiyalar bo'lgan, bu yerga kelib milliardlab tranzaksiyalar va millionlab klientlar. Har bir qilgan ishingiz shunaqa katta masshtabdagi odamlarga va jarayonlarga ta'sir qiladi. Bundan siz mazza qilasiz. Va sizni bitta yaxshi tomonga o'zgartirishingiz korxonangizga katta pul olib kelishi mumkin, odamlarni ko'p vaqtini tejashi mumkin. Bunaqa impaktdan men mazza qilaman. Shuning uchun database bilan ishlayman. Buning uchun qanaqadir bilim yoki maxsus qayerdadir o'qish talab qilinadimi yoki shart emas deb hisoblaysizmi? Endi misol uchun universitet, diplom, boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, hozirgi yoshlarda trend bakalavr kerak emas, universitet kerak emas. Bu narsa zo'r baza bergan. Men databaseni baza tomonidan nima deydi, asosiy nuqtalarni o'rganganman universitetda, ammo keyin ish jarayonida o'rganib ketishimga menga texnik fundamentim yordam bergan. Bu fundamentni esa universitetda olganman. Umumiy olganda Oracle'ga, PLSQL'ga kirib kelish uchun kurslar ko'p, Udemy, Coursera va hokazo kitoblar
men kitob o'qib kurs ko'rib bir yarim oy ichida sekin osonroq ishlardan boshlab kirib kelganman. PLSQL dasturlash tili boshqa dasturlash tillaridan nimasi bilan farq qiladi? Juda ham spetsifik til. Hattoki texnik muhandislarga ham buni tushuntirishim kerak. Hamma ham buni bilmaydi. O'zim ham bu bilan ishlashni boshlaganimda, bu shunaqa ekan deganman. PLSQL bu hamma SQL bazalar bir-biriga o'xshaydi. Mana misol uchun Oracle SQL da, Microsoft SQL da hammasida ishlab ketish imkoni ham bor. Ishlab ko'raman ham. SQL bir xil. Ammo ustida prosedur logika yoziladi. U farqlanadi. Chuqur detallarida. Umumiy olganda Pascalga o'xshaydigan til va ma'lumotlar ustida manipulyatsiyalar qilish, biznes logika, tranzaksiyalarni boshqarish, bu hamma narsani qilish o'ta qulay. Chunki sizda ma'lumot bazasi bilan logikangiz bir darajada turib, srazu boshqarib keta olasiz. Java bilan solishtirsak bo'ladimi? Uni Javadan nima farqi bor? Nimaga aynan PLSQL tilini o'rganish kerak deb o'ylaysiz? Endi Java bilan solishtirish juda ham qiyin. Java keng qo'lamli til, general purpose desak bo'ladi uni. Javada siz turli xil integratsiyalarni yengillik bilan qilishingiz mumkin, mobil ilovalar tuzishingiz mumkin, web ilovalar va hokazo. PLSQL da esa siz faqatgina baza logikasini yoza olasiz. Ma'lumotlar bazalari. Hech qachon PLSQL bu front uchun ishlatilmaydi va hokazo. Doimo bizda texnologiyani ustida Java yoki .NET, Python, Go ga o'xshagan tillarda yozilgan tizimlar turadi. Uning ustida front turadi. Biz eng tagida o'tiramiz. Hamma shu pul, ma'lumot, tranzaksiyalar lekin bizda turadi. Nimaga aynan bu tilni o'rganish kerak deb o'ylaysiz? Mana sizni ko'rayotgan odam nimaga aynan PLSQL tilini o'rganishi kerak? Bu bilasizmi, butik soha. Mana siz kiyim oladigan bo'lsangiz, mass marketlar bor. Ular ko'pchiligi servis qiladi, narxlari esa o'rtacha. PLSQL database development sohasi esa spetsifik soha. Muhandislari ko'p emas, talabi bor. Lekin bizda misol uchun bozorni ham qarasangiz, vakansiyalar bozorini va hokazoni bitta chiqadi, juda tez olishga harakat qilishadi, ishga olishga. Olishgandan keyin jimjit bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki butik soha, spetsifik. Bu tilni o'rganuvchilar ham demak kam bo'ladi boshqa tillarni o'rganuvchilarga qaraganda. Xuddi shunaqa. Demak, bozorda bu tilga talab boshqa tillarga qaraganda yuqori. Qanaqa deyman, bunda PLSQLchilar yuzlab, minglab kerak emas. O'zbekiston bozorida misol uchun, lekin ma'lum bir soni bor kerak va ularsiz tizimlar ishlamaydi. Ularsiz to'xtab qoladi, sifatsiz bo'ladi, tartibsizlik bo'lib qoladi. Shunaqa. AI texnologiyalariga to'xtalsak, faoliyatingiz davomida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanasizmi? Bu sizga qanaqa foyda beradi yoki zararga ishlaydi? Albatta, chiqqanidan beri test qilib ishlatishga harakat qilaman va ishimda, professional ishimda va shaxsiy rivojlanishimda juda ham katta foyda beradi. Endi bu bazamiz klassika ChatGPT, ammo oxirgi payt zo'r yana texnologiyalar bu Cloudy, Grok, Gemini chiqib kelyapti va men kuzatayotganim hamma sohada buni ishlatishyapti. Men bularni misol uchun kod analizi uchun ishlata olaman. Bir xillarda ko'p ma'lumot hal etganimdek qiyin vazifalar bor, ularni yechishda javobingiz bir 1000 ta yozilgan tekstning ichidan bir satrda bo'lishi mumkin. Shu javobni topishda bunaqa modellar juda ham foyda beradi. Lekin doimo xavfsizlik, konfidensiallik, ma'lumotlarni tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlash kerak. Keyinchalik mana shunday trendlar ham paydo bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ya'ni ma'lumotlar bazalari bo'yicha. Qanaqa trendlar kelajakda bu sohani o'zgarishiga turtki bo'lishi mumkin? Hozirda misol uchun Oracle kompaniyasi tomonidan ham kiritilmoqda turli AI texnologiyalar. Hozir men o'zim tasavvurimda zo'r texnologiya bo'ladi. Bu AI DBA. DBA bu database administrator. U odamlar mana biz yozadigan kodni keyin to'g'ri ishlab turishini, serverda yaxshi qo'yilishini va server sozlamalarini to'g'rilaydi. Ularda yuzlab, minglab parametrlar bo'ladi va unga juda ham chuqur tajriba kerak. Uni qiyin ChatGPT ga yozib turib, "Men buni qilib ber" deyish. ChatGPT ham buni tushunmaydi.
shu sohada rivojlanish bo'lsa, siz AI'ingizga mana bazam deylik 10 milliard tranzaksiya o'tyapti kunida, mana bu joylarda muammo bo'lyapti, u olib turib, bo'ldi, yengitdan mana bunaqa sozlasang bo'ladi deb tezlashtirib yuborish mumkin. Bu ekologiyaga foyda, bu serverlarni kamroq pul ketkazishga olib keladi va hokazo. Shunaqa texnologiyalarga qiziqaman. Ikkinchisi esa avtonom ma'lumotlar bazalari. Ular o'zini o'zi boshqarib ketaveradi. Shunaqa texnologiyalar rivojlangan sari o'zini o'zi sozlab, o'zini o'zi yaxshilab ketaveradi. Shu ma'lumotlar tomonidan shunga qarayman. Sohaga endi kirib kelayotganlarga qanaqa maslahat berasiz va ular ko'pincha qanday xatolarga yo'l qo'yishadi? Sohaga endi kirib keladiganlar xatolarni tan olmaslik muammosi bor. Hamma narsasini o'zi qilib ketishga harakat qiladi. Yana bitta narsa sayoz savol berishadi. Misollar bilan aytib bera olasizmi shuni? Deylik, sizga birinchi aytilgan mana shunaqa sayoz savollar qaysilar bo'lgan? Mana bitta kichik loyihacham bor. O'sha loyihachamda shogirdim. Unga vazifa bersam, vazifani ustida boshlanishida shunaqa holat bo'lganki, vazifa beryapman, tushuntirib chiqyapman, umumiy gapirib berib aytib bo'lgan ishimni yana qaytadan bir marta emas, bir necha marta so'ragan. Yoki demak, oddiy Google qilib ham topish mumkin bo'lgan savolga javobni savol bilan berib so'rash mumkin. Bo'ladiki, yangi boshlayotganlar bitta narsani tushunish kerak. Tajribali mutaxassis sizga o'zini ishlarini chetga surib turib vaqt ajratyapti. Uni qadrlash kerak. Hamma bir-birini vaqtini qadrlasa foydali bo'ladi. Agar o'sha odam o'zini researchini qilib kelgan bo'lsa, savol berayotganda mana qarang, men bu Google'da men bu yerni qaradim, tizimda esa butini ko'rib chiqdim, taqaldim, javob topa olmayman desa, mutaxassis ham tajribali, молодец, meni vaqtimni qadrlayapti, keyin men unga zo'r vaqt ajratay. Lekin agarda o'tda sichqonchani chapi bilanmi, o'mi bilan bosadimi, menyusi qayerda edi, yoki sozlamalarni qayerdan topsam bo'ladi degan narsa bo'lsa, u odam degani hali ochib ko'rmadi ham buni. Demak, siz vaqtingizni qadrlamayapti. Shuning uchun bir xil junior specialistlar, internlar qiynalishi mumkin. Umid qilamanki, ko'proq juniorlar mana shu narsalarni anglab turib, savollarni o'ylab, chuqur kelishadi. Faoliyatingizni boshlaganingizda birinchi yo'l qo'ygan xatoyingiz qanaqa bo'lgan? Esingizda qolgani? Faoliyatimni boshlaganda qarang, mana AKF korxonasida ishlayotganimda avtomatlashtirish qilganmiz dedim. Biz AGV robot qildik. U degani automated guided vehicle, skladlarda tovarlarni tashish bo'yicha robot prototipini qilib chiqqanmiz. Bizning u robotimiz 3-chi urinishdan o'xshagan. Va bu juda ham katta failga duch kelganmiz bizda O'zbekistonda bu sohada tajriba yo'q. So'rashga odam kam bo'lgan u payt. Bu 2020-yil menimcha. Tajriba yo'q. Qayerdan so'rashni bilmaysiz. Men chet elda o'qiydigan do'stlarimdan robototexnika bo'yicha mutaxassis topishga harakat qildim. Onlayn xatlardandir induslarni topishga har xil harakat qildik. Ma'lumotni bundoq parcha qilib yig'ishga. Lekin shunda ham biz bitta robot terdik. Hammasi zo'r deb o'ylaymiz. Unga 6-7 kishilik jamoa bilan 2 oy ketkazganmiz. Ofislarda, yerlarda u robotni sozlab turib, qiynalib, bundoq qilganmiz. Roboting qayerga ham borardi, qayerga ham borardi deb gapirishgan hamma. Endi texnik emas bo'lgan, mutaxassislar bo'lgan. Nimalar qilyapsizlar? Bu sizlar nima o'yinmi? Bu boshqa hali trolling bo'lgan korxonaning ichida 2 oy yig'yapmiz, trolling bo'lyapti. Bo'ldi, bugun biz ko'rsatamiz deymiz va sizlar texnik har payt shu klassik holat tayyorlaydigan demo kuni ishlamaydi hech nima. Taqir-tuqir qilib yiqilishadi. Yaqinda ham ko'rgan bo'lsangiz, Rossiyadami bir robot chiqazishgan, katta tantanali ravishda demo bo'lyapti. 2 qadam qo'yib darsida yiqilishyapti. Bizda ham robotimiz xuddi shunaqa bo'lgan. Men ularni tushunaman. Yuragimda empatiyam juda ham katta. Shu bilan xullas ikkinchi versiya qildik robotni.
ikkinchi versiyada ham ishlamayapti. Ikkinchi versiyada ham fail bo'lyapti. Uchinchisida biza kamchiliklarimizni to'g'rilab, yaxshi olib keldik. Xudoga shukr, uni to'g'ri taqdimot qila oldik. Endi orada muammolari bo'lgan, lekin o'sha payt Aqua Innovationsda bizda taqdimotimiz bor edi. Robotimiz ichimliklar tarqatib yurgan. Shunda endi biz skladga boshida prototip qilib, bu yerda ichimliklarga talab bo'lib qo'ygan, ichimliklarga qo'yib yuborganmiz robotimizni. LinkedInimda uni videolari ham bor, eski. Xullas, nima yordam bergan? Davom etaverish. O'shanda boshlig'imiz Denis Georgievich bizga bolalar davom etaveringlar deganlar, ishonch berganlari, biz faqat ularni eshitib davom ettirganmiz, oxiri natijaga erishganmiz. Lekin bu fail bo'lgan. Va siz hardware proyekt qilayotganingizda failingiz qimmatga tushadi. Software qilganingizda siz front-endda qayerdadir yozdingiz, uni tushirib olib yangisini qilishingiz mumkin. Lekin yo'da robotda sizda taxta, temir, svarka qilingan, nimadir bir-biriga yopishtirilgan, chip olib kelgansiz, chipingiz qo'yib ketadi, Xitoydan 40 kun kutgansiz misol uchun. Bunaqa faktorlar bu sohani yanada qiynashtiradi va bizni ham tajribamiz kam bo'lib turib, mana shunaqa faillarga ko'p uchraganmiz o'shanda. Dasturlashni boshiga qaytganingizda o'zingizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Maslahat bergan bo'lardim o'zimga, agar dasturlash boshlanishimga qaytganimda, faqatgina texnik tomondan o'ylama. Biznes tomondan, foydalanuvchi tomondan ham o'ylashga harakat qil va biznes logikani o'rganib chiq. Bu seni ancha oldinga yurg'izadi. Chunki dasturlash-ku, lekin bu faqat texnika to'g'risida emas. Biz odamlarning hayotini qulaylashtiriryapmiz, ularga yaxshi xizmatlar beryapmiz va bu nima xizmat, nima uchun, qanday qilib berilayotganini dasturchimi bu, boshqa mutaxassismi hamma tushunishi kerak. Intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat, vaqt ajratganingiz uchun o'zimizdan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlarga ham rahmat. Baland professionallik bilan tashkillashtirganingizga katta rahmat.